Ra'no opa, qaynona-kelin munosabatlari haqida nima deya olasiz? O'zi qaynona-kelin munosabatlari ado bo'lmaydigan mavzu aslida. Judayam nozik masala. Uni me'yorini topish biroz qiyinroq, chunki qo'pol eshitilsa ham aytaman, qaynona-kelin munosabati aksariyat bir-birini tushunish va sabrdan iborat hisoblanadi. Ona o'g'lini baxti uchun qanoat qilsa, kelin ham o'zini kelajagi uchun toqatli bo'lishi kerak baribir. Biri hali yosh, tajribasiz, erkalik qilib juftini qizg'onsa, biri g'ashi kelib o'g'lini qizg'onib qolishi hech gap emas. Endi har doim emas albatta, lekin aksar hollarda shunaqa. Xullas, bu ikkala ayol erkakni barakasini yo tosh qiladi, yo osh qiladi-da. Umuman olganda har qanday munosabatlarda bo'lgani kabi kelin va qaynona munosabatlarida ham toqat bilan ayollar bir-birlariga yon bermasdan iloji yo'q, chunki o'rtada erkaklarga qiyin bo'lib qoladi. Tarozini pallasini adolatli ushlab, ham onasini, ham ayolini qovog'ini ko'tarish ba'zan erkak uchun nihoyatda qiyin. Ayniqsa yosh, endi uylangan yigitlarga. Ko'chada ming tadbirkor bo'lsa ham oila masalasi biroz erkak uchun toqat talab etadi. Shuning uchun aytyapman-da, har qanday holatda sabrli bo'lish zarar qilmaydi. Albatta, qaynonaning tafakkuriga, uni tajribasiga ko'p narsa bog'liq. Ba'zi ayollarni bilaman, nihoyatda donishmandlik bilan, halimlik orqali bir hovlida bir nechta kelinlarini xuddiki bir plastilin kabi shirin so'z bilan yo'lga solib qo'yganlarni bilaman. Ba'zilari esa hammamizga ayon. Oramizda har qanday qaynonalar bor, har qanday kelinlar bor. Ammo lekin oilani qanchalar farovon bo'lishligiga kimga bog'liq? Albatta, ham onaga, ham kelinga.